Hamdullah Tarim ve onun Türkistan Tarihi namlıq kitabı. 20. asrning birinci yarmidagi milliy ozodlik harakatlari ve turlik siyosiy voqealarga aktiv qatnashib, muhim vazifalarni o'ttirgan kishilarning oz sondagi bir qismi Türkiye, Saudiya Arabiston ve Pokiston qatorliq ellarda yashagan bo'lib, bularning orasida eng mashhurlaridan Muhammad Emin Bug'ra, Aysa Yusuf Aliptekinning nomi ko'p tanishliq. Ammo Türkiston Tarihi namlıq əsərinin avtori Hamdullah Tarimning nomi kishilarga ancha tanishliq emas. Undaqda Hamdullah Tarim kim ve onun Türkiston tarihi qandaq asar? Vatan sirtida Hamdullah Tarim degan nom bilan tanilgan bu mo'tavar kishining to'liq ismi Hamdullah Muhammad Hoji edi. U 1914-yilning oxirlari hozirgi Turpanning To'qsun nahiyasida tug'ilgan. U To'qsunda boshlang'ich bilimlarni puxta o'rgangandan keyin Turpandagi Bag'ri madrasasiga kirib, oliy maktab hayotini boshlagan. 1931-yili Qumulda qo'zg'algan milliy inqilob, 1932-yili Turpanga kengayganda u yaqin og'inisi Abduniyaz Kamal bilan birlikda inqilobga qatnashib, Mahmud Muhiti tashkillagan qo'shin tarkibida urushga qatnashgan. U bu jarayonda o'zining mo'l diniy bilimi ve talanti bilan tezla ko'zga ko'rinib, eng dastlabda Mahmud Muhitining, keyincha Xo'janiyaz Hojining bosh kotibiga aylanib, urush jarayonidagi barliq muhim aloqa hujjatlar va xatchaklarni o'zi bir qo'lliq tayyorlab, inqilobchilarning to'liq e'tirof qilishiga va maqtishiga sazovar bo'lgan. Bu arada Tungallarning tuyuqsiz hujumlarida bir barmoqidan ayrilib qolgan. Urushda uning o'q tegib, og'ir yaralangan bo'lsa-mu, biroq u yanala oldin qisabdan chekinigili unumag'ashqa, askarlar uni janggohda zambil bilan ko'tirib yurib urush qilgan. U ashu holi bilanmi askarlarga to'g'ri va dona qo'mondonlik qilib, Xo'janiyaz Hojining Tarim vodisiga salomat yetib kelishida zo'r rol o'ynagan. 1933-yili 8-oyda Xo'janiyaz Hojim uni Aqsu vali mahkamasida bosh kotiblikka tayinlagan. Shu yili Qashqarda Milliy Cumhuriyet qurilgandan keyin Hamdullah G'ozi Payzavotning hokimligiga tayinlangan. U hokim bo'lgan mezgilda Tungallar Aqsudan Qashqarga bostirib kelgan. U ozg'ina harbiy kuchi va Xotandan yordamga kelgan Muhammad Emin Bug'raning askarlari bilan birga bu Tungallarni Payzavotda necha kun ortiq to'sib turib, Qashqardagi hukumat a'zolari va xalqning salomat chekinib chiqishi uchun sharoit yaratib bergan. Tungallar 1934-yili 2-oyda Qashqar yangi shahardagi Majansang boshchilik qilgan Asi Tungallar bilan birlashib, shu oyning 6-kuni Qashqar shahrini ishg'ol qilib, 3 kunlik qatliam paydo qilgandan keyin Hamdullah G'ozi Sovet chegarasidan qaytgan Xo'janiyaz Hojimning chaqirishi bilan Yakanga yetib kelib, hojilarni qo'g'lab kelgan Tungallarga qarshi Abad, Arg'u va Shaqurlarda qattiq urush qilgan. Orqadilla shu yili 5-oyda Xo'janiyaz Hojimning vakillar o'mikini boshlab, Tungallarni qo'g'lab kelgan o'ris qo'mondon Bektev bilan suhbat o'tkazgili borgan. Bu vazifani o'rinlab bo'lgan hamon shu yil 6-oyda Bektev qo'shini bilan birlikda Maralbeshiga hujum qilib, Tungallarni Yakanga surib tashlagan. 1934-yili 7-oyda Qashqar viloyati Mahmud Muhitiga bo'lib berilgandan keyin Hamdullah G'ozi yana Payzavotga hokim bo'lgan. Shu chaqda Mehmet Ali Tevfik Efendi başlagan aqartish harakatiga mos holda Hamdullah Hakimmi 1934-yili kuzdan 1936-yili yozgacha 46 joyga yangi maktab selib, 231 sinfda 21350 nafar balani o'qitib, bu jihatda rekord yaratgan. U yana 30 ming kishini haqliq ishlatib,
Qashqar va Maralbeshi orasidagi yangi tosh yo'lning 146 kilometrlik bo'ligini o'zi bir qo'lliq yasitib chiqqan. 1936 yili yozda Maralbeshining hokimligiga saylanib, Yakan daryosidan O'qur mazarni kesib o'tadigan bir o'stang choptirib, hozirgi Tumshuq bo'stonligini barpo qilgan. Keyin bu munbat yerlarga Xitoyning qurilish va ishlab chiqarish korpusi ega bo'lib olgan. 1937 yili 4-oyda Mahmud Muhiti chet elga chiqib ketgandan keyin Tarim vodisidagi vaziyat keskinlashib, shu yilning oxirlarigacha Sovet ittifoqi hukumatining qurolliq askar avatishi natijasida eng oxirgi mustaqillik kuchimiz to'liq bostirilib, 1938 yildan boshlab butun Sharqiy Turkistonda keng ko'lamda cho'ng tutqun boshlangan. Hamdullah apandimi shu qatorda 1939 yili Urumchiga chaqirilib yig'inda tutqun qilingan. 1942 yili turmadan chiqquncha jiq azob chekkan. 1946 yili Urumchining muavin valisi bo'lgan. 1947 yili Gomindangning raislik saylimiga boshqa 3560 nafar kishi bilan qatnashib, bir oy ishkiri Xitoyda ziyoratda bo'lgan. 1949 yili 5-oyda hajga berishga ruxsat so'rab, 6-oyning 28 kuni yo'lga chiqib, 8-avgust Pokistonga, 25-sentabr Jiddiga yetib borgan. Shundan beri u toki 1955 yili 20-aprelgacha Makkada yerlashib qolgan. Shu yili 25-aprel u Toyif shahriga ko'chib chiqqan va do'pchilik qilib tirikchilik qilgan. 1968 yili 7-oyda tuyuqsiz Istanbul safariga otlanib, Iordaniyaga kelganda 2 yildak turib qolgan. Ondan keyin 1970 yili 9-oyning oxirlari Istanbulga salomat yetib borgan. U Turkiyaga borgandan keyin toki umrining oxirigacha shu yerda o'ltiraqlashib qolgan. Bu jarayonda u qo'liga qalam elib 10 yildak yeziqchilik qilish orqali burunqi hamma aslimalarini tarixiy tartib bo'yicha tuplab 1983 yili oz miqdorda nashr qilgan. Shu qitimqi besilgan kitoblardan birini Muhammad Qosim hojim saqlab qo'ygan bo'lib, shu nusxadan boshqa hamma nusxalar zoya bo'lib ketgachga bu asarning hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi yangi nusxasi ashu nusxaga asosan tayyorlangan. 20-asrda o'tgan nurg'un tarixiy shaxslarning orasida o'zlarining beshidan o'tkazgan kechirmishlari va Sharqiy Turkistonning 20-asrning birinchi yarmidagi siyosiy, ijtimoiy va boshqa masalalari, qo'zg'olonlar va millatlar munosabati qatorliq turli ahvollar haqida asar yozib qoldirganlarning soni to'liq oz edi. 1949 yili Sharqiy Turkistondan ayrilib, Saudiya Arabistonda yerlashgan. 1960-yillarning oxirida Turkiyaga kelib yerlashib, shu yerda vafot bo'lgan Hamdullah Muhammad Hoji Tarimiyning qalamiga mansub cho'ng mavzu bo'yicha Turkiston tarixi, qo'shimcha mavzu bo'yicha Turkistonning 1931-yildan 1937-yilgacha Inqilob tarixi nomli qo'lyozma kitobi muhim ahamiyatga ega. Hamdullah Muhammad Hojining Turkiston tarixi 1983-yili İstanbulda o'zining qo'lyozmasi asosida to'planib, oz tirajda besib tarqatilgandan keyin davrimizga yetib keldi. Hamdullah Tarimiyning bu asri 1931-yildagi Qumul qo'zg'olonidan tortib 1933-yildagi Turpan, Qashqar, Xotan, Aqsu va boshqa joylardagi qo'zg'olonlarning butun jarayonlarini o'z ichiga olgandan tashqari 1944-yillari va 1949-yillardagi milliy inqilob va siyosiy kurashlarga o'rin berilgan. Amaliyotda bu asar 1931-yildan
1949-yilgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga olgan. Mazkur kitobning kirish so'z qismida avtor o'zining beshidan kechirgan voqealar va 20 necha yillar to'plagan materiallari asosida bu kitobni yozib chiqqanligini qayd qiladi. Koni imlo bilan yozilgan asar jami 376 betlik bo'lib, ichiga bir qancha siyosiy shaxslarning suratlari kirgizilgan. Bu asar Muhammad Qosim saqlab qo'ygan yagona nusxaga asoslanib turib, 2021-yili 2-oyda Uyg'ur Project fondining iqtisodiy yordami bilan Avlod nashriyoti tarafidan hozirgi zamon Uyg'ur tili bilan besilib, Qumul inqilobidan kommunist Chin istilosiga qadar Sharqiy Turkiston degan nomda avom bilan yuz ko'rishdi.